Baqlajon sezonida doim shu taomni tayyorlayman. Juda ham mazali, chaynamasdan yutadigan turkcha qorniyoriq. Birinchi bo'lib baqlajonlarni postini zebra ko'rinishda artib olishimiz kerak bo'ladi. Ustiga tuz va suv qo'yib, taxminan 15 daqiqaga tahiri ketmaguncha olib qo'yamiz. Bu orada taomimizni masalliqlarini tayyorlab turishimiz mumkin. Buning uchun bulg'or qarampirlari, piyoz, pomidor va sarimsoq piyozlarni maydalab to'g'rab olamiz. Endi ko'proq yog'da suvdan quritib olingan baqlajonlarni yumshab, qizarib olgunicha birma-bir qo'rib olishimiz kerak bo'ladi. Baqlajonlarni qo'rib olganimizdan keyin tovada ortiqcha yog'ni olib tashlab, taxminan 1 cho'mich yog'da piyozni tillarangga kirguncha qovurib olamiz. Piyozga qiymani qo'shib, qizillik ketguncha qovuramiz. Ketidan bulg'or qarampiri, sarimsoq piyoz, pomidor va tomat pastasidan qo'shib qovurishda davom etamiz. Men har xil bo'yoqlarsiz, tabiiy va sifatli Fukusimo tomat pastasidan foydalandim. Tabga ko'ra tuz qo'shamiz, shu bilan nachinkamiz tayyor. Sous uchun 1,5 stakan iliq suvga 1 osh qoshiqda shakar, 1 choy qoshiq tuz va 1 osh qoshiq to'la tomat pastasini qo'shib aralashtirib qo'yamiz. Qovurilgan yumshoqqina baqlajonlarni qornini kesib, qoshiq yordamida ichiga chuqurcha hosil qilamiz. So'ng har bir baqlajonga tuz va murch sepib, ichiga nachinkadan to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Tayyorlab olgan sousimizni listga qo'yib, oldindan 180 darajada qizib turgan duxovkada taxminan 25 daqiqa pishiramiz. Taomimiz pishloq bilan yanada mazali va ishtaha ochar bo'ladi. Shuning uchun yaxshi eriydigan pishloqni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Men sifatli, yaxshi cho'ziladigan, juda ham mazali lattikoni Gouda pishloqdan foydalandim. Baqlajonlarni ustiga pishloqdan ayamasdan sepib, erib olgunicha duxovkaga yana 5 daqiqaga qaytaramiz. Ushbu baqlajonlarni o'zingiz yoqtirgan garnir bilan dasturxonga tortishingiz mumkin. Pishloqlarini cho'zilishini qaranglar, mazaliligini yo'q gapirmasa ham bo'ladi. Yumshoqqina sochni zo'r chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, barchalarga tavsiya qilaman. Videoni yaqinlaringiz bilan ulashib, unga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.